Jacqueline Mars akasi, taniqli milliarder kichik Forrest Mars bilan ota-onasi va buvasidan dunyodagi eng yirik kompaniyalardan birini meros qilib oldi. Gap Mars Inc. ulkan qandolat korporatsiyasi haqida ketmoqda. Bu kompaniya tarixi Jacqueline'ning buvasi va Forrest o'g'lining oshxonasida shirinliklar tayyorlashga qaror qilgan davridan boshlangan. Unga turli konfetlar, pechenye va batonchalar o'ylab topish, so'ng ularni sotish yoqardi. Jacqueline Marsning otasi o'z navbatida ancha tadbirkor odam edi. Shu bois qarshisida oltin ko'zi turganini tez fahmladi. Qolaversa, u odamlarga quvonch bag'ishlashni istab qoldi. Axir Mars Incorporated tashkil qilinganidan beri shu bilan shug'ullanmayaptimi? Ammo bugungi kunda Mars shunchaki shirinliklar emas, kompaniya qator yirik brendlarni sotib olgan. Uning ozuqa bilan shug'ullanadigan tarmog'i ham bor, biroq bu tarmoq mahsulotlar odamlar emas, balki uy hayvonlari uchundir. Mars korporatsiyasi egalari oilasida tug'ilgan Jacqueline tantiq qiz bo'lib o'smadi, ammo baribir u istagan paytida istagan narsasiga erisha olardi va buni juda yaxshi bilardi. Shunday bo'lsa-da, Jacqueline dunyoni ertak deb tasavvur qilmadi, balki juda irodali qiz bo'lib ulg'aydi. Jacqueline Mars o'smirlik chog'idayoq oila davlatini ko'paytirish uchun qo'lidan kelgan ishni qilishga, Marslarning bo'lajak avlodlari hech nimaga muhtoj bo'lmasligiga ont ichgan. U hayot yo'lida boshini baland tutib, o'tkir nigoh bilan qadam bosib yurdi. Jacqueline doim juda iqtidorli o'quvchi bo'lgan. Maktabni a'lo baholarga bitirgach, Bryan Moore kollejiga o'qishga kirib, san'at va fan yo'nalishini tanladi. Akasi kichik Forrest ham xuddi shu yo'nalishni tanlagan, faqat u boshqa universitet, Yale'ni tamomlagan. Marslar mansub bo'lgan doirada bunday ta'lim yuksak e'tirof etiladi. Jacqueline 2 marta turmushga chiqqan. Birinchi eri bilan kelisha olmadi, ammo ikkinchi bilan hozirga qadar ahil yashab kelmoqda. Qolaversa, Jacqueline Mars juda g'amxo'r ona. U hamisha oilaviy sirlarni yashirishga uringan, o'z uyini himoya qilgan. Aytish joizki, Jacqueline yoki Jackie uni ba'zan shunday atashadi. O'smirligida bergan va'dasini to'liq bajardi. Uning farzandlari va jiyanlari chindan ham doim hamma narsaga ega bo'lishgan. Faqat moddiy tomonlama emas. Aka-ukalari bilan birga Mars Incorporated egalaridan biri bo'lgan Jacqueline har doim bu biznesga ko'p vaqt ajratgan. U ma'lum bo'limlar ishini boshqaribgina qolmay, sifatli yangi g'oyalarni ishlab chiqishda faol ishtirok ham etadi. Biroq u hech qachon shikoyat qilmaydi. Axir bu oilaviy ish, demakki hayotining bir qismi. Jacqueline kompaniya boshqaruvi masalalarida ko'proq akasi, kichik Forrest bilan aloqa qiladi. Ular bolalikdanoq juda yaqin bo'lishgan. Yillar o'tib esa bu ahillik yanada mustahkamlandi. Aynan Jacqueline tufayli Mars kompaniyasi yangi davlatlar bozoriga muvaffaqiyatli kirib bormoqda. U ajoyib biznes rejalar ishlab chiqadi. Reklama roliklari uchun boy g'oyalar taqdim etadi. Yangi xorijiy xodimlar bilan suhbatlar o'tkazadi. Bu ayol hech qachon charchamaydiganga o'xshaydi. Jacqueline Mars Forrest bilan birga korporatsiyaning turli bo'limlari, filiallari va bo'limlariga sarmoyani taqsimlaydi. Qolaversa, ular birgalikda mahsulotlar turini ko'paytirish va to'ldirish bilan shug'ullanishadi. O'zgartirishlar kiritishadi, yangi qandolat topilmalarini tatib ko'rishadi. Shuni ham aytish kerakki, Jacqueline qiymati $14 milliard dan kam bo'lmagan Mars Inc. aksiyalar paketining yagona egasi sanaladi. Jacqueline hech mubolag'asiz umrining yarmidan ko'pini bag'ishlagan kompaniya Virjiniya shtatida joylashgan. Asosiy ofis Maklin shahrida. Mars kompaniyasi mahsulotlari haqida eshitmagan odam topilmasa kerak. Kompaniyaning ayniqsa shokoladli batonchalari va konfetlari juda ommalashgan. Hozirgi paytda Mars direktorlar kengashida Jacqueline Marsning o'g'li Steven Bejer raislik qiladi. Jacqueline'ning o'zi 6 ta, jumladan Smithson instituti va Milliy arxiv direktorlar kengashi a'zosi. Jacqueline Mars ot sporti muxlisasi. Virjiniyada o'z fermasi bor. Bu fermada Olimpiya medali sohiblari uchun otlarni mashq qildirishadi. Forbes jurnali 2021-yilda tuzgan dunyoning eng boy kishilari reytingida Jacqueline Mars $31,3 milliard deb baholangan davlati bilan 48-o'rinni egallagan edi. 2024-yil holatiga ko'ra esa Marsning boyligi $47,6 milliard ga teng.